Assalomu alaykum qadrli qarindoshlar. Xabaringlar bo'lganda kelimiz deb tizimlatgan qarindoshlarimizning toplam soni cho'ng kichik bo'lib 180 dan oshdi va ko'plagan qarindoshlarimiz bu qatimqi faoliyatni iqtisodiy jihatdan qo'llaydiganligini bildiribdi. Yana bir munchalar qarindoshlarimiz har qaysi turlardan yordam qila oladiganligini bildiribdi. Bu munosabat bilan hammanglarga chin dilimizdan rahmat aytamiz va texmo ruhlanamiz. Bu to'g'riliq yaqinda iqtisodga mas'ul xodimimiz sizlar bilan aloqa qiladi. Sizib turganinglardek ahamiyatli faoliyatimiz orqali har biringlar bilan ko'rishishni tashnalik bilan kutib Tuvanda yana sizlar bilan muhim va taxi deyilmagan ba'zi tafsilotlarni o'rtoqlashmoqchimiz. Faoliyatimiz vaqti 6-oyning 9-kuni soat 10:30 dan 6gacha. O'rni Ahmiyetlik bir gün programmaları tüvendikiçe. Saat 10:30'da açılış. Saat 11'den 2:30'gacha gün boyu davamlaşılan faaliyetler. Öznihat, resim, yüz boyaş, şahmat, balon öyde sekreş, tamak ve uşaklarga bingo, tepişmak resim, tik-tak top koşuq, şart toşuş. Saat 2:30'den 3'ten 15'gacha kahot oyunu. Saat 3'ten 15'den 4'gacha Eid Buvay ve sanat programlar. Saat 4'ten 5:30'gacha Hollandiyada o'qish to'g'risidagi yoshlarning leksiyalari. Leksiyalar har qaysi oliy maktablarda tirishib o'qiyotgan yoshlarimiz o'zlari o'qiyotgan kasbini cho'rdigan holda o'zlarining o'qish tarixi va bundan keyingi planlari haqida so'zlab beradi. Soat 5:30da yapilish. Faoliyatimizning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun tizimlatishni unutmang. Tor adresimiz freeuyg'ur.org. Alohida eskartish. Unutmang, zal ichi bo'lganligi uchun muvofiq yumshoq oyoq kiyib kelishni unutib qolmang. Bo'libmi ayollarning egiz pashliq oyoqlari bilan tanarka qiladigan yerga kirishi qat'iy cheklanadi.